Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, bizda tezkor xabar. O'zbekistonda endi kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlashga onlayn ariza berish mumkin va bu haqda Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali xabar qildi. may.gov.uz orqali ko'rsatiladigan ushbu xizmatdan kam ta'minlangan, jumladan oilasida 18 yoshgacha farzandi bor, ijtimoiy nafaqa olish istagida bo'lgan talabgorlar foydalanishi mumkin. Bolalar nafaqasi 12 oy, bola 18 yoshga to'lgungacha, moddiy yordam 6 oy muddatda to'lanadi. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam miqdorlari qonunchilik hujjatlari bilan belgilangan. Talabgorlar ushbu xizmatdan foydalanish uchun may.gov.uz orqali ro'yxatdan o'tishlari va tegishli xizmatni tanlashlari kerak. Undagi so'rovnomani to'ldirish va yuborish kerak. Xizmatdan foydalanish bepul. Ariza ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi tomonidan o'rganiladi. Bunda ariza beruvchi oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan daromad miqdori aniqlanadi va belgilanadi. Mezonlarga mosligi solishtiriladi. Shundan so'ng ijtimoiy nafaqa tayinlash yoki tayinlashni rad etish to'g'risidagi qaror qabul qilinadi va ariza javobi may.gov.uz orqali yuboriladi. Mazkur xizmat O'zbekiston Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan ko'rsatiladi, deyiladi manba xabarida. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.